Nechang markazidagi kvartira ijarasiga qancha to'laymiz? Oldin biz janubda 35 kvadrat metrlik studiya uchun 6 million 200 ming dong to'lardik. Hozir sentrga bir xonali kvartiraga ko'chib keldik. Kirib-kirishda alohida dush va hojatxona bor. Har bir kvartira uchun alohida boiler o'rnatilgan. Uy egalari uni tomdan boshqarishadi. Ichkariroqda oshxona bor, faqat shu katta stol oshxonani yarmini egallab turadi. Unda kerakli hamma narsa bor. Xolodilnik, shkaf, rakovina, elektroplita va suv isitgichli kir yuvish mashinasi. Kvartiraga ko'chganimizda tarakan yoki yoqimsiz hidlarni sezmadik. Bu o'zi katta plyus degani. Kvartirada bir nechta oyna bor. Undan studiyamizdagidek dengizga ko'rinish ochilmaydi. Zato havo yaxshi aylanib turadi. Bu bizani dam oladigan xonamiz. Bu yerda 2 kishilik kravat, katta shkaf, televizor, divan bilan stol va bir kishi zo'rg'a sig'adigan balkoncha bor. Menimcha odatda balkon eshigini havo almashtirish uchun ochib qo'yishadi. Lekin biz shunaqa qilsak, mushugimiz balkondan sakrab tushishidan qo'rqamiz. Markazda shunaqa kvartira 5 million 500 ming dong turadi. Bu biz ijaraga olgan studiyadan arzonroq. Nima deb o'ylaysizlar? Sentrda yanada arzonroq va qulayroq kvartira topsa bo'ladimi?